Men tushunmayotgan narsa qizlar. 2 kun ichida sumka ajirimizda mana ahvol. Qanaqa katta-ya. Yana men ko'rdim hozir buni men Xitoyda zakaz qilgandim. Ana rasmiga qarab zakaz qilgandim, lekin men kutganimdan vashe boshqa narsa kelgan, ishonasizlarmi? Nimaga jahl qilib gapiryapti bu qiz deyishlar mumkin. Meni ana xursand, hayajon bo'lib ketsam, meni gapirishim shunaqa bo'ladi-da. Mana buni qaranglar. Mana shu brend Sarpani bitada ochadigan brend va ichini ochsanglar qanaqa go'zallik sizlarni kutib turibdi, to'g'rimi qizlar? Mana buni qaranglar. Brendini qaranglar. Xitoydachi ishoninglar, rasmda ham bunaqa emas edi. Birga bir luks deb urgandim. Rostdan shunaqa kirdi. Mana ichlaridan sizlar luksligini mana bilvosinglar bo'ladi. O'zini birkalari ham tushirilgan. Buni ranglariga kelamiz endi qizlar. Mana bu bejviy rangi, bu yerda korичневый boshqacha modeldagi rangi, yana boshqacha modeldagi rangini qorasidan o'zi sanoqli olib kirganman. Juda kam. Undan tashqari bu yerda premium kачестводagi sumkalarimizdan juda ko'p olib kirganmiz. Aynan meni ko'zimga tashlangani mana shu sumka bo'lganligi uchun sizlarga boshqacha emotsiya bilan ko'rsatib berdim. Chunki realni videoda ham, tovar urganimizcha ham biz anaqalarga, rasmlarga qaraymiz-da. Bunaqa bu sifat, bu kачествоni to'g'risi kutmagandim. O'zi bilasizlar, Xitoy o'ylab topmagan narsani o'zi yo'q. Xullas, sizlarni mana shunaqa zo'r go'zallik, hammasi premium kачестводagi luks kopiyadagi sumkalarimiz kutib turibdi. Onlaynga ham yetkazib beramiz.